Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Alberuni xalqaro internet maktabi haqida gaplashamiz. Ma'lumotlar rasmiy Telegram kanalidan, ularning rasmiy veb-saytidan hamda o'zimda savollar bo'lganda to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, oydinlik kiritib oldim. Bu yildan juda ham aniq tartib, aniq shaklda demak imtihon olib borilar ekan. Bu juda ham yaxshi. Biz oldindan bilamiz nimaga tayyorlanishimiz kerak. Bu degani bu yildan demak maktabda ikkita yo'nalish mavjud. Birinchi yo'nalishda ingliz tili, matematika, fizika fanlari bo'yicha imtihon topshiriladi. Ikkinchi yo'nalishda esa ingliz tili, ximiya hamda biologiya fanlaridan imtihon topshiriladi. Agarda IELTS sertifikati mavjud bo'lsa, imtihon ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Ikkita yo'nalish, ikkita bosqich. Demak, birinchi bosqich uchun ingliz tilidan imtihonini topshirmasdan ozod bo'lish uchun IELTS 6 bo'lsa bo'ldi. Ya'ni IELTS 6 yozma qismidan 5,5 bo'lsa, maksimal ingliz tilidan ballar qo'lga kiritiladi. Ikkinchi bosqichda ingliz tilidan ozod bo'lish uchun esa IELTS dan 7, yozma qismida esa 6. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ingliz tili ikkita yo'nalishda ham birinchi o'rinda turadi va 45 ballga teng. Boshqa misol uchun matematika, fizika 35, 25 bo'lsa, ingliz tili 45. Chunki u yerda ta'lim butunlay ingliz tilida olib boriladi. Undan tashqari kimlar topshira oladi? 8-sinfni bitirayotganlar 9, 10, 11-sinfni o'sha yerda tahsil olishadi. Ya'ni faqat 8-sinf bitiruvchilari 9-sinfni u yerda o'qish uchun imtihon topshira olishadi va 9, 10, 11-sinf u yerda o'qiladi va aytishlaricha, demak ularning maqsadi prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan va o'tgan yili aytganlaridek Garvardchilar maktabi deb aytib o'tuvdilar. Aynan shu Garvardchilar maktabi aynan shu Alberuni xalqaro internet maktabidir. Ularning maqsadi dunyodagi top universitetlarga o'quvchilarni tayyorlash hamda ularning agar grant yutilmasa kontraktini ham to'lab berish ekan. Undan tashqari, demak bu yildan qabul kvotasi 200 ta o'quvchi qabul qilinadi va ulardan 60 tasi davlat tomonidan qoplanadi to'lovi, ya'ni bepulga ta'lim olish huquqi faqatgina 60 tagina eng top o'quvchilarga shunday imkoniyat mavjud bo'ladi. Bulardan 40 tasi birinchi yo'nalish bo'yicha ingliz tili, matematika, fizika bo'yicha topshirganlarda bo'ladi va ikkinchi yo'nalishda esa 20 ta. Ikkinchi yo'nalish eslatib o'taman, bu ingliz tili, ximiya, biologiya fanlaridan imtihon topshirayotganlarda bo'ladi. Demak, qolgan 140 ta o'quvchi to'lov asosida demak Alberuni xalqaro internet maktabida o'qish huquqiga ega bo'ladi. Hozirda aynan qancha to'lash kerakligi ma'lum emas. Hujjatlarni esimda chiqmasdan aytay. 20-maydan to 20-iyungacha hujjatlar qabul qilinar ekan. 25-iyunda imtihon kunlari e'lon qilinar ekan. Imtihon topshirilgandan keyin 10 kun ichida javoblar e'lon qilinar ekan. Demak, takrorlab o'taman. Ikkita yo'nalish, ikkita bosqich. IELTS 6 birinchi bosqichda ingliz tilidan ozodsiz, IELTS 7 ikkinchi bosqichda ingliz tilidan ozodsiz. Boshqa fanlardan esa imtihon o'zbek tilida bo'lib o'tadi. Keyingi videolarda qanaqa savollar, nimalardan tayyorlanish kerakligini albatta aytib o'taman va balki birgalikda tayyorgarlik ko'rib boramiz.